Sangardakka kanat uchish uchun borish arziydimi? Termiz shahridan Sangardak qishlog'igacha bir kishilik yo'l kira haqqi 130 ming so'm. Qishloqqa kirishingizdan salqinligi va tabiati insonni lol qoldiradi. Mana o'sha mashhur kanatning tashqi tomonidan ko'rinishi. Bilet sotib olish va kirish joyi shu yer ekan. Odamlar juda ko'p. Turistlar ko'rmadik, hammasi o'zimizning aholi. Bolalarga 20 mingdan, kattalarga 80 mingdan kishi boshiga bilet sotib oldik. Kanat shunchaki uchish uchun emas, Sangardakning yangi maydoni tomon olib borar ekan. Tepalikdan baqirilgan ovoz keldi. Qarasam, ajoyib attraksion bor ekan. Bir kishilik bilet narxi 50 ming so'm ekan. Uchishni xohlasangiz duoyka kiyib keling, mendan maslahat. Tepalikda yangi sharshara ko'rdik. Piyoda borsangiz ham yo'li tekis. Biz mikroavtobusda 5 ming so'mdan chiqdik vaqtdan yutish uchun. Hammasi shumi desak yo'q, hali yangi proyektlar oldinda ekan. Bir ajoyib bujoni ko'rib qoldim. Nima ish qilasan dedilar. Tikuvchiman desam, bo'ldi, raqamingni yozib olaman. Borgandan menga nima deb javob qaytarishni bilmay kulibgina qo'ydim. Shunaqa tepalikda dacha, kappa, restoranlar, hali yana zooparklar ham qurilar ekan. Chet eldan umuman farq qilmaydi. Ortga qaytish bepul, ozgina navbat kutib qoldik. Kanat ichidan ko'rinadigan tabiat mo'jizasini telefon kamerasi ham yetkazib bera olmaydi. Sharsharaga kirgan zahoti keskin osh ichib oldik. Bir kosasi 15 ming so'm. Qurbon hayit bayram kunlari kelishingizni tavsiya bermayman. Odamlar ko'p, mashinalar undan ham ko'p bo'ladi. Ko'proq probkada qolib ketasiz. Sangardak sharsharasiga borib kanatiga uchish arziydi deganlar like bosib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa, shunaqa kontentlar ko'proq chiqishini xohlasangiz kommentariyaga chiqsin so'zini yozib qoldiring.